Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aziz tinglovchilar. Bugungi mavzuimiz 19-asrning ikkinchi yarmi, 20-asrda jahon pedagogika fanining rivoji. Mavzuni ma'ruza mashg'ulotlarini Nazar va Zaminalloh Berdiyevni, ya'ni men olib boraman. Qisqacha bayonotini bilan tanishtirib o'taman. Ushbu mavzu bo'yicha quyidagi rejalarimiz mavjud. 19-asrning oxiri, 20-asrda G'arbiy Yevropa, AQSh, Rossiyada reformatorlik pedagogikasi va uning asosiy yo'nalishlari. Ikkinchisi, Mixail Vasilyevich Lomonosov va uning rus pedagogikasi maktablari rivojida o'rni va Lev Nikolayevich Tolstoyning pedagogik qarashlari. Shu bilan birgalikda aynan Kamenskiyni ham qisqacha ko'rib chiqamiz. Demak, reformatorliklarning pedagogikasining asosiy yo'nalishlari bu mehnat maktablari tarafdorlarining harakatlari, ikkinchisi harakatlar pedagogikasi, uchinchisi badiiy tarbiya, to'rtinchisi individual pedagogika, beshinchisi fuqarolik tarbiyasi pedagogikasi hisoblanadi. Reformatorlik pedagogikasining ijtimoiy-iqtisodiy omillari bu: birinchisi, ishlab chiqarishning murakkab texnika bilan ta'minlanishiga qaratiladi. Ikkinchisi, tabiiy va matematik kadrlar jamoasiga bo'lgan ehtiyojga qaratiladi. Uchinchisi, malakali raqobatbardosh ishchilarga bo'lgan ehtiyoj edi. Ushbu reformatorning asoschilaridan biri nemis pedagogikasi Georg Kirchensteinerning pedagogik nazariyasi bilan qisqacha tanishib o'tsak, maktab bolalarining ikkita ehtiyojini qoniqtirishi zarur. Birinchisi, idrok etish va ijod qilish. Ikkinchisi, nafaqat so'z kitob yordamida, balki amaliy tajriba vositasida o'rganish zarur. Uchinchisi, ko'pchilik kitoblarning qo'l mehnati ularning har tomonlama rivojlanish maydoni. To'rtinchisi, faqat kitob emas, balki ijodiy ish bolalarni uyqu va lanjlikdan xalos etuvchi. Beshinchidan, mehnat maktabi o'qitishning asosiy metodi ximiya, fizika fanlari bo'yicha laboratoriyalarda metall daraxtlariga ishlov beradigan amaliy mashg'ulotlarda, jonli burchaklarda rasm chizish sinflarini, yer maydonchalarini mustaqil ishlari kabi. Hamda oltinchisi, maktab ishlarida ma'naviy umumiylik, uning ijtimoiy ahamiyati edi. Eng mashhur asari bu kelajak maktabi, mehnat maktabi edi. Quyida ularning rasmlarini ko'rsak bo'ladi. Keyingi, ya'ni Jon Deweyning pedagogik konsepsiyasi 20-asr boshlarida chet el va ayniqsa Amerika pedagogikasida maktab ta'limi masalalari bo'yicha pragmatik asoschilaridan biri. Yunoncha pragma, harakat, amaliyot g'oyasi keng tarqaldi. Pedagogikada mashhur pragmatizm tarafdori aynan Jon Dewey 1859 yil va 1952 yillarda yashab ijod etgan. Maktab ta'limining o'z konsepsiyasida yaratishga ko'p urindi. Bu yo'nalishlar vakillari Jon Dewey va Georg Kirchensteiner o'qitish va o'quvchining tajribasini qayta tashkil etish uzluksiz jarayoni deb hisoblaydilar. O'qitishni Dewey kundalik hayotida olingan amaliy masalalarni hal etishga oid bolalar faoliyatini tashkil etish sifatida tushunadi. Harakatlar pedagogikasi konsepsiyasi ko'p jihatdan Jon Deweyning falsafiy pragmatizm va psixologik qarashlarining oqibati hisoblanadi. Uning muallifi reformatorlardan biri nemis pedagogi Wilhelm August Ley 1862 yil va 1926 yillarda yashab ijod etgan. Bilim olish jarayonida ko'zga tashlanuvchi quyidagi uch bosqichni ko'rsatadi: idrok etish, qayta ishlab chiqish, ifoda etish. Bilimlarni formatlash metodlari: amaliy va ijodiy ishlar tajribasi, illyustratsiya, ganjkorlik, o'yin, ashula aytish, sport, raqsga tushish. Asari, ya'ni harakat maktabi edi. Mixail Vasilyevich Lomonosov uning rus pedagogikasi va maktablar rivojidagi o'rni.
keladigan bo'lsak, Mixail Vasilievich Lomonosov rus tabiatshunosi, olimi, rus adabiy tilining asoschisi, shoir, rassom, tarixchi, Moskvada, Kiyevda, so'ngra Peterburgda, Akademiya universitetida o'qigan va Germaniyaning Marburg va Freiburg universitetlarida kimyo metallurgiya fanlarida ta'lim olgan. Peterburg Fanlar akademiyasining birinchi akademigi va Peterburg Fanlar akademiyasidan tashqari aynan Rossiya Fanlar akademiyasi qoshidagi birinchi kimyoviy laboratoriyaga asos solgan. 1755-yilda Lomonosovning tashabbusi bilan Moskva universiteti tashkil etiladi. Keyinchalik ushbu universitet uning nomiga beriladi, ya'ni Lomonosov universiteti sifatida. Moddalarning atom molekulalar tuzilishi haqida tushunchalarni rivojlantirgan, kimyo reaksiyalarida massaning saqlash qonunini topgan, korpuskulyar atom molekulalar ta'limoti asoslarini taklif etgan, shu bilan birgalikda mozaika san'atini rivojlantirgan va ishlab chiqarishga katta hissa qo'shgan, shogirdlari bilan birga koshinkor naqshlarning yangi turlarini taklif etgan, Shvetsiya Fanlar akademiyasi, Boloniya Fanlar akademiyasi a'zosi hisoblanadi. Lev Nikolayevich Tolstoy Tula guberniyasi Yasnaya Polyana qishlog'ida 1913-yil va 20-yillarda esa Lipetsk viloyatida hozirgi Lev Tolstoy bekati Yasnaya Polyanada dafn etilgan. Rus yozuvchisi, ma'rifatparvari, Rossiyadagi qadimiy dvoryanlar sulolasi, graf, Peterburg Fanlar akademiyasining muxbiri a'zosi, faxriy akademigi va u 1844-yil 47-yillarda Qozon universiteti arab, turk va huquqshunos fakultetlarida o'qigan. 1851-53-yillarda Kavkazda bo'lib janrlarda janglarda ishtirok etgan. 1854-yillarda Dunay armiyasida yuborilgan. Iltimosga ko'ra qamaldagi Sevastopolga o'tkazilgan Qrim urushida qatnashgan. Rus va jahon adabiyot xazinasida mustahkam o'rin olgan Urush va tinchlik epopeyasi Tolstoyning 60-yillardagi ijodiy kamolotga erishganidan dalolat beradi. Yozuvchi Urush va tinchlik romani bilan o'z davrida ro'y bergan, o'zi shaxsan guvoh bo'lgan voqealarni faol munosabat bildirgan hisoblanadi. Qolaversa, aynan Rossiyaning Napoleon qo'shinlari tomonidan bosib olinishi mumkinligi va bir bilan kelisha olmagan turli tabaqa va sinflarni dushmanga qarshi kurash shiori ostida birlashtirdiki, Tolstoyning rus xalqi ongidagi ana shu uyg'onishga murojaat etishi Urush va tinchlik romanining yuzaga kelishi uchun hayotbaxsh zamin vazifasini o'taydi. Tolstoy nafaqat buyuk yozuvchi, balki adabiyotparvar, xalqparvar inson sifatida ham o'zbek jadidlarining e'tiborini o'ziga jalb etgan birinchi o'zbek advokati Ubaydulla Xo'jayev 1909-yilda Tolstoyga uning yomonlik bilan javob bermasligi haqidagi ta'limoti yuzasidan xat yozib, o'sha yilning 5-iyunda undan javob olgan. Islom dinining taniqli arboblaridan biri Abduvohid Qorayev esa 1910-yilda Yasnaya Polyanaga maxsus borib, Tolstoy bilan bir necha marta muloqotda bo'lgan. Tolstoy 1859-1862-yillarda xristian bolalari uchun eng kattasi maktab ochadi. Tolstoy pedagogik konsepsiya asosini erkin tarbiya g'oyasi asosida tashkil etadi. Keyingi ijodkorimiz bu Yan Amos Komenskiy 1592-yil 25-mart Chexoslovakiyaning Moraviyada chex qardoshlar jamoasida taalluqli oilada tug'iladi. Komenskiy uni o'sha ko'manchilar oilasi deb atalgan. Komenskiy yashagan davri Yevropa mamlakatlarida sinfiy kurash keskinlashib, tarixiy voqealar sodir bo'lgan vaqtlar edi. Bu davrda feodal ishlab chiqarish munosabatlarining borishi kapitalistik tuzum asoslarini targ'ib topayotgan davr edi.
Kamenskiy 12 yoshda yetim qoladi va muhtojliklarni boshdan kechiradi. Chex qardoshlari jamoasi ochgan maktabda boshlang'ich ta'lim oldi va 1608-1610 yilda lotin maktabida o'qidi. Jamoa hisobida Germaniyada o'qishga yuborildi. Kamenskiy Herborn va Geydelberg universitetida ta'lim oldi. U hamma narsani ensiklopediyasi nomli ensiklopediyani yozishga kirishadi. U shu yillarda ona tilining to'liq lug'ati, chex tili xazinasi tuza boshladi va Radkening didaktik ideallari bilan tanishadi. Kamenskiy 1627-yilda chex tilida chex didaktikasi asarini yozishga kirishadi. Katolik zulmi va quvg'in kuchaygan Kamenskiy va boshqa jamoa a'zolari Polshaning Leshno shahrida o'rnashadilar. Kamenskiy Leshnada maktab ochib, o'qituvchilik qildi va 1632-8-yillarda bu asarni qayta ishlab lotin tilida tarjima qiladi va uni buyuk didaktika deb ataydi. Kamenskiy 1631-yilda Tillar hamma fanlarning ochiq eshigi, 1633-yilda fizika, 1632-yilda astronomiya, 1632-yillarda Onalar maktabi kabi asarlarni yaratadi. Kamenskiy Shvetsiyaga borib maktab islohotini o'tkazishga kirishadi va maktablarda lotin tilini o'qish metodikasini ishlab chiqadi. Kamenskiy sinf dars tizimining asoschisi hisoblanadi. Bugungi mavzumiz ana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.